Nega odamlar tinmay yeydi-yu, lekin semirmaydi? Siz esa hatto choy ichsangiz ham vazn yig'asiz. Buning sababi esa ozish vaqtida qilinadigan eng katta 3 ta xato. Birinchi xato o'zni och qoldirish. Ovqatni birdaniga kamaytirib tashlasangiz, tana ocharchilik boshlandi deb o'ylaydi. Natijada metabolizm sekinlashadi va yegan har bir luqmangiz yog'ga aylanib ketaveradi. Ikkinchi xato faqat kaloriyani hisoblash. Aslida vaznni kaloriya emas, organizmning ichki motori, ya'ni moddalar almashinuvi tezligi hal qiladi. Uchinchi xato tanani yoqilg'isiz qoldirish. Agar organizmga kerakli moddalar yetishmasa, u energiyani yoqish o'rniga shundoqqina qorin va biqinda zaxira qilib olib qoladi. Shuning uchun ozishda faqat diyetaga ishonib qolmasdan, ichki jarayonni ham uyg'otish kerak. Slim kapsulalari aynan shu vazifani bajaradi. U tanani tejash rejimidan chiqaradi va yog'larni tabiiy yo'l bilan eritadi. Yana bir muhim jihati, bu umuman dori emas. U sizning sog'lom turmush tarzingiz uchun yordam beruvchi tabiiy qo'shimcha xolos. O'zingizni ochlik bilan qiynashni bas qiling. Sog'lom ozish haqida ko'proq ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda Slim so'zini yozib qoldiring.